Tahajjudga turdik. Tahajjudga turganimizda namozni qanaqa boshlaymiz? Nima deb boshlaymiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi namozga tursalar, namoz boshlaganlarida shu duoni qilardilar. Ya'ni biz hayotimizda Allohu akbar deb boshlaganimizdan keyin nima o'qiymiz? Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Bu asl duolardan. Endi orada qiyomul laylda, ya'ni tahajjudga turganimizda shu duoni ham o'qisak bo'ladi. Bu ham bir sunnat hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Iza qama minal layli" deb keladi hadisda. Kechasi qoim bo'lsalar, namozga tursalar, shu duoni o'qirdilar. Duo shu: Allohumma robb Jabroil va Mikail va Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal g'aybi wash shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Shu duoni yodlab olsak, yana bir sunnatga amal qilgan bo'lamiz va tahajjudni shu duo bilan boshlasak, yana ham sunnatga amal qilgan bo'lamiz. Allohu a'lam.